hammamiz ham o'rtoqlar bilan Hayraton shahriga boryapmiz. Mazor Sharifdan 1 soat oldin yo'l olgan edik. Mana hozir esa yo'lgamiz Hayratonga do'stlar bilan. Juda ham samimiy bo'ladi, juda ham chiroyli, go'zal bo'ladi. Mana do'stlar bilan, o'rtoqlar bilan, birodarlar bilan sayohatga chiqsak, do'stlarni borib ko'rsak, azizlarni borib ko'rsak, insonning sog'ligi ham yaxshi, tabiatiga ham yaxshi, tabiati toza bo'lib, yuragi to'q bo'lib, quvonib, xursand bo'lib turadi. Shu uchun mana alhamdulillah lahzalarimiz juda ham chiroyli bo'lib o'tmoqda. Hozir mashinaning ichidamiz. Bizni ko'radigan barcha do'stlarga salomlarimizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakotuh. Salomlar bo'lsin sizlarga. Xo'p, mana birinchidan Qori Said Naqibullo haydovchi bo'ladi bu kishi. Mashinani haydab ketyaptilar. Meni ukam Qori Said Naqibullo Sadat va Said Xayriddin Joni Habibi, bular ham biz bilan birga ketyaptilar. Salomlar bor sizga va hamda Qori sohib Habibullo Rasuli ham borlar biz bilan. Alhamdulillah, bular ham salom aytadilar. Salomlar bor sizlarga azizlar. Va hamda aytmay qolmasin, bizning bir yosh, chiroyli, iste'dodli yigitlarimizdan biri Qori sohib Said Safiyullo Sadat ham bizga qo'shilgan. Bizning mana mashinaning ichida salomlari bor. Albatta poytaxtdan Tunon kelgan edilar. Mana bugun ham Hayraton shahriga boryaptilar. Bularning ham salomlari bor. Sog' bo'linglar azizlar, qadrdonlar. Mana bu yo'l Kamarmandli yo'li. Alhamdulillah o'lkamiz kun sayin tinch bo'lib, obodon bo'lib bormoqda. Fabrikalar ijod bo'lib, shirkatlar tuzalib, tashqari o'lkalardan mehmonlar kelib ketyapti. Alhamdulillah, O'zbekiston o'lkasidan, Qozog'iston o'lkasidan, Saudiya Arabiston o'lkasidan va boshqa o'lkalardan. Umid qilamiz hammamiz sog'lik bilan, tinchlik bilan yashasak. Azizlar, tashqari o'lkalarda yashaydigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga ham salomlarimiz bor. Azizlar, sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir kun shunaqa umid qilamiz, siz azizlar ham kelsangiz o'z o'lkangizga inshaalloh birgalikda o'ltirsak, birgalikda gezsak inshaalloh. Xo'p, azizlar, vaqtlaringizni ko'p olmasdan har birlaringizni yaratgan Tengri taologa topshiraman. Xayr, omon qoling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh.